bilaman. Endi haba o'maysizlar, o'zi peshana shunaqangi sho'r. Va sochdan to'kilib ketyapti o'zi. Azizlar, marhamat, tomoshani qo'yash, xotini yo'qlar. Aqaloqqa turib olib. Kichkinalar, yurlar qaroqqa. Endi mana ishga onacho'larim 2 qadam 3 qadam marqaroqqa turib olasizlar. Bitta yigitlardan bizga. Avajon aka mana shu yerda ochib berasiz. Yugurib salto otaman. Sababi, voy, nay tomonga qarab qopdimi yo? Azizlar, svet o'chib qolyapti. Qarsiydi, porishumi yo qog'ozda ba'da qolib ketdi menamizga, ha? Yurak-yurakdan ovozi bilan, qiyqirig'i bilan qarshi kelgan inson. Mana otasini, onasini yelkada ko'tarib hojiga bosib, ovozi bilan qarshi bo'lsin. Mana yashasin. Azizlar, mayli, avvaliga bir badan qizdirib oladi. Birgalikda ko'ramiz. Albatta qarshi to'xtamasin. Mana ketdi. Azizlar, o'yinda biz xulosini qaychi holatda salto otib beradi. Ikki dona qo'lini qo'yib filayotsin, oxirida qaychi holatda bitta salto qilaylik. Hali ketdi, endi qarshaymiz. Yevas. Hali. Ketdi. Çalabın va cho'neshi, sekule buletti. Adada zaman tekshani. Azizlar, marhamat ko'ring. Sizlarcha yana bir akrobat salto. Endi esa bukilmagan holatda salto otadi. Kerakda kelsa ko'rganmiz, to'g'ri odariladi. Ana shu holatda salto otib beradi. Qarsak bo'lsin, birgalikda ko'ramiz. Hali. Mayli, saltolar murakkablashtiraylik, ya. Yengilni chekiga qo'yib qo'yamiz. Bo'ladigan holasidan tomosha ko'ramiz. Akrobat o'taman desa, bu ertamatanga motoradi. Charchamaydi, ko'ryapsizlar. Mayli, sizlar uchun bo'ladigan holasidan tomosha bo'lib, polvin saltosini otib beradi. Yugurib kelgan holatda 2-3 marotaba filayotsin, oxirida havoga sakragan paytda yarim aborot aylanib tushsin. Marhamat. Rahmat, bolajonlar. Hadi bu yoqdan bu yoqqa yugurmanglar. O'sha ko'ryapsizlar, o'sha odam yugurib kelyapti bu. O'shaning uchun o'tiringlar, tomosha ko'rib turinglar. Bexavotir otsin saltoni ham. Qani ketdik. Mayli, akrobat saltolar ko'rdingiz. Endi esa break dance raqsidan ko'ramiz. Bitta qo'lni pastga qo'yadi, oyoq yuqoridan raqs. Lekin vaqti kelsa ba'zida ikkala qo'limizni pastga qo'yib, oyog'imizni yuqoriga ko'tarib turishni o'zi bir murakkab. Sababiki inson o'z og'irligini qo'lda bajaradi. Lekin sizlar uchun Rashxondan bir tomosha ko'ramiz, raqs. Albatta, qarsak bo'lsin azizlar. Ana ketdik. Voy bu qarshi ishtirdi. Hali. Mayli, yigitlar bilan birgalikda tomosha ko'rsatib beradi. Ikkita yigit chiqib qo'lini yuqoriga ko'tarsin. Ko'targan qo'l distini esa orqaga salto otgan holatda o'tib beradi. Endi sizni bir chekkada turibmiz, tomosha ko'ryapmiz. Tomosha ko'rganga oson, gapirishga oson deyiladi-yu. Lekin harakat qiladi. Avvaloqida o'tib ketadi deb va'da bermaymiz. Sababiki o'zini bo'yidan balandga qo'yadi qo'lni. Agar o'tib keta olsa, unda bir qarsak chalib bersizlar. Mana ketdik. Ukalar, yordam beringlar. Yordamga olasizlar, salto otmaysizlar. Qo'llaringni ko'tarib turib bizga yordam berasizlar. Chiqing siz ham. Keling, siz ham keling. Baqay keling.
Siz ham yordam bering. Yo'q, qo'rqmang. Nechta bo'ldi? Ikkita. Bo'lasa bo'tmay qolsin turuvdik-da endi. Bo'lsa ham bir 10 ta bola bo'lganda, agar yordam berganlaringni yigitlar, mana orqada ham bor ekan, ko'larim. Kelavringlar, qo'llaringni ko'tarmasin. Kelavringlar, yordam beringlar. Kelinglar, bormi bolalardan? Yigitlardan yana yordamga. Ana. 8 ta bo'ldi yigitlarda. Hazırmayla, mana shu yigitlar bilan birgalikda tomosha ko'rsatib beradi. 8 ta yigit yuqoriga qo'lini ko'tarsin. Qo'lni ustidan esa orqaga saltayotgan holatda o'tib beradi. Marhamat, birgalikda ko'raylik. Qani git. Rahmat. Lakuna deganingiz borda o'shan qo'ygan sho'g'ri. Azizlar, sizlar shu tomosha bo'lyapti. Aqada shuncha o'g'il bola, shuncha yigitlar turyapti. Akalar yigit qo'llagan o'g'il bolani o'g'il bola qo'llaydi. Bir ovozi bilan qasi o'ring o'g'illari chempion bo'lsa iloyim. Marhamat. Hadi. Hadi. Bas. Sal boshdan boshlab turamiz yigitlar. Qani. Ketdi. Yasha. Basiyanda. Hoppa. Yevar seylar bilan. Maraga. Hozir ko'ryapsiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Rashqon yana bir tomosha ko'rsatib beradi. Oddiy bakalashka bilan tomosha ko'ramiz. Bakalashkani ushlab yuqoriga ko'tarib turadi. Ko'tarilgan bakalashkani esa orqaga saltayotgan holatda tepadi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Olib chiqinglar bakalashkani. Mana ket. Mana. Turn up the bass. Ana qo'lda turgan bakalashka. Hozir e'tibor bering. O'zbekistonda birinchi bola tepgan yigit turibdi. Mana shu Rashqonni ustozi turibdi u yoqda, Muxtorjon. Ana shu yigit tepgan bakalashkani. Davraga olib kirgan. Lekin endi mana shogird tepyapti hozir. Albatta harakat qiladi azizlar. Sababiki bitta noto'g'ri harakat qilsa, inson adashsa qo'liga yoki jog'iga tepib boradi, Alloh asrasin. Mayli, harakat qilsin sizlar uchun. Ustozlardan o'rgangancha bir tomosha bo'lsin. Marhamat. Ketdi. Ketdi bos. Ha. Seylar bilan. Barakalloh. Yesh. Rahmat. Mayli, bu paslik qilibdi. Endi 2 kishi bo'lsin. Sanjarbek. Qanaqa Sanjar? Sanjarbek yordam beradi. Ana. Ana ustozini o'zi ushlab turadi. Ko'taring. Hozir e'tibor bering. Bakalashkani ko'ryapsiz, qanchalik balandlikda. Ana shu holatda mayli harakat qilsin tepishga. Telefonga tepmagin. Ha. O'zi qattiq o'ynayman, qattiq bo'laman, o'zi biroz qorong'ilik qilyapti-da, men boru. Ha. Aka, qayda axborotchini. Yaxshimi, siz yutib teraman bilaman. Meni ko'rding. Hay, ko'taring aka, men Muxtor aka emasman, balandroq. Teparoqqa aka. Yana teparoqqa. Bo'yingiz bormi? Ashuna ushlab turasiz. Tikka turgan joyimda qo'limdan shunchalik baland. O'tirsam 2 barobar, 3 barobar bo'lyapti. Tikka turib emas, o'tiribdi be. Mehmonman, mehmon otaga xudo deydi. Havas qilib qarshi cho'ganda. Qani. Olyapman. Ketdi bos. Rahmat. İyi qarshi chalamiz. Mana. Barakalloh. Rahmat. Rashton qani, jon shirin narsada. Bakalashga
borib turbaga tiyib bu tarafga qarab ketdi. Ana shu yerda yosh katta onalarim ko'rdingmi? Shunday chap berib qolyapti. Tezlikda qaranglar. Onajonlarimiz albatta